Dada, Ha. men kasal bo'lib qoldim. Qo'rqinchli kasallik emas, suv chechak bo'libsiz. O't o'lan bo'lib qoldimmi? Yo'q, shunaqa kasallik bor. Faqat bu yuqumli. Odamlar sizdan qochadi, lekin bundan xafa bo'lmang. Qochadimi? Faqat shu idishda ichasan, tushundingmi? Meni narsalarimga tegma, yuqishi mumkin. Kuchugimiz idish ham yaxshi-ku bundan. Aka, men bu qancha? Hozir. Sen kasal bo'lgansan-ku. Nomi nima edi? Moy chechak. Yo'q, bu suv chechak, aniq. Yuqumli kasallik-ku, chiq. Hech narsaga tegma. Bor. Dada, Yuqadi. meni jirkanyapsizmi? Ha. 3 yil mobaynida mingdan ortiq odamlarni Yevropaga ishlashga jo'natgan kompaniya. Eng asosiysi qonuniy Prime Visa. Yevropada xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi. Bu qalamimmi? Yo'q, meni o'g'lim bu. O'zingiz bu qalamun. Siz chigirtkasi tushundingizmi? Nima uydan chiqding? Chiqma degandim-ku senga. Zerikib ketdim. Uyda TikTok olaverib. Bor uyga kir. Bu qalamun yaxshi hayvonmi? Правый, хотя Криштиану многие футболисты может и справа, и слева. Ay, og'riydi-ku. Ay. 10 yoshli bola metal arifmetikadan sovrinli birinchi o'rinda olib, uydagilarga muzlatgich sovg'a qildi. Nima qilyapsan? Kung Fu'ni o'rganyapman. Undan ko'ra metal. Mental arifmetikani o'rganasan. Nimani o'rganding? Savol bering. 2 ni ko'paytirib 5 ga qo'shgan 10 ni, ayirgan 20 ning javobi? Nima? Yo'q, hisob kitob bilmayman, faqat qiliqlarni o'rgandim. Bunday qilarkan. Ingliz tili fanidan birinchi o'rinda olgan yoshlarimizga avtomobil sovg'a qilindi. Metaningni yig'ishtir, ingliz tilini o'rganasan. O'g'iltoy, dars qanday bo'ldi? Nimani o'rganding? Oh my god, come on, yes. Juda tanish so'zlarda qayerdadir eshitganman. Yangiliklar bilan tanishing. Jim. Yosh bokschi Qulpiddinga 2 xonali uy sovg'a qilindi. Nima? Ingliz tilingni yig'ishtir. Boksni o'rganasan. Dada, televizorda nimani aytdi? O'shani o'rganavermayman-ku. Nimadir dedingmi? Yo'q, o'zim tog'ma bokschiman. Sen uyda o'zim shug'ullantiraman. Ur! Neden doktorga bormaymizmi? Bog'lab qo'ydim-ku. Ayamda shtonni bog'lab qo'ydingiz-da. Ko'p gapirma, tep. Boksyorlar tepmaydi-ku. Sani ustun tarafing ham shunda bo'ladi, tep. Salom alaykum. Nima bo'ldi? Oyog'im sindi. Boyka! Televizorimiz qani? Televizorimiz o'g'irlab ketibdi, yaramaslar. Mayli, internetda yangisini olarmiz. Kerak emasdir. Nana kerakmi? Zo'rda olamiz. Kerak emas. Mana bu biz televizormi? E'lonni o'chirish esimdan chiqib ketdi-ku. To'poy. Men Ay, og'riydi-ku. Şimdi kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa. Dada, pizza zakaz qilyapmidingiz? Pizza nimasi?
unda ani tolka kim? Bu sani onang harom. Menmi? Nimaga kelding? Siz haliyam o'xshasiz. Soch soqolingiz ham o'zgarmadi. Aytdim-ku, sartaroshni o'zgartirish kerak deb. Jim, nimaga kelding? Bolam ko'rgan keldim. Siz meni tashlab ketgansiz. Men seni tashlab ketmaganman, bolam. Seni boqish uchun Rossiyaga ishga ketganman. Men seni onangman. Endi meni onam bor, hammaga aytaman buni. Sizga o'xshabdi-ya? Bolajonim, adini pullar bormi? Bor. Qayerda? Karta o'ynash bilasizmi? Nimaga? Qaytarib olardik. Qimorda yutqizganmi? Reklama bo'lib qoladi. Bolam, ading qayerda? Dadam choyxonaga ketdi. Yo'q. Hozir men senga pul beraman, magazindan xohlagan narsangni ol. Qatga qo'yib ekan. Aya, Ha? Nimaga qaytib kelding? nima olishni bilmayapman. Marojniy ol. Zo'r. Qatga qo'yib ekan bu. Aya, Yana nimaga qaytib kelding? hozir qish-ku, marojniy yesam tomog'im og'riydi. O'zing xohlagan narsangni ol. Ha, Yo'q. Hech narsa yo'q. aya. Ha! Bolam, men bergan pulga nima olding? Dadam nos oldi. Qatga qo'ydi ekan bu. Nima qilyapsiz? Uy yig'ishtiryapman. Taxlangan narsani sochibmi? Rossiyada shunaqa yig'ishtiradi. Men ketdim. Xona vayron qilib ketdik. Ayam uyni tozalamabdimi? Tozalagan, top-toza qilib ketibdi. Yana men tashlab ketdilarmi? Sen tashlab ketgani yo'q, seni boqish uchun Dubayga ketdi. Undan ko'ra tashlab ketgani yaxshi edi. Wachacha, 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 wachacha.